Chevrolet Cobalt haqida batafsilroq ma'lumot beraman. Tarixi va modeli Chevrolet Cobalt birinchi marta 2004-yilda chiqarilgan va turli bozorlarda turli xil konfiguratsiyalarda taqdim etilgan. U asosan o'rta sinfdagi sedan sifatida qaraladi. Texnik xususiyatlar: dvigatel odatda 1902 litrli yoki 1908 litrli benzindagi dvigatellar bilan ta'minlanadi. Quvvat taxminan 105 dan 140 ot kuchigacha bo'lishi mumkin. Uzatma 5 pog'onali mexanik yoki 4 pog'onali avtomat uzatma. Yo'qligi sarfi shahar sharoitida taxminan 8-9 litr 100 km, trassada esa 5-6 litr 100 km atrofida. Dizayn va ichki qism: kuzov sedan, stilistik jihatdan zamonaviy va qulay, salon 5 o'rinli, keng va komfortli, materiallari o'rtacha sifatda, bagaj keng, taxminan 500 litrdan ortiq, afzalliklar: ishonchlilik va uzoq muddatli xizmat ko'rsatish, narxining arzonligi va ta'minlashning osonligi, yo'qligi samaradorligi. Kamchiliklar: dinamikasi sportcha emas, ichki qismda yuqori darajadagi materiallar mavjud emas, shovkin izolyatsiyasi o'rtacha. Agar qo'shimcha savollaringiz bo'lsa yoki ma'lum bir jihatga to'xtalishni istasangiz